Internet va zamonaviy texnologiyalar rivojlangani sari zamondoshlarimiz o'rtasida xaridlarni onlayn do'konlar orqali amalga oshiruvchi talabgorlar soni ham ortib bormoqda. Albatta, onlayn xaridlar issiqda bozor aylanib yurish yoki do'konma-do'kon mahsulot qidirishdan ancha qulay. Ammo internet orqali mahsulot sotib olishda o'zaro ishonch masalasi alohida o'rin tutadi. Negaki bu savdo mahsulotning o'zi yoki uning namunasi bilan bevosita tanishmasdan faqat saytda joylashtirilgan ma'lumotlar ustiga quriladi. Xo'sh, onlayn xaridda aldanayotgan yurtdoshlarimiz qanday yo'l tutishlari kerak? Tushunmadim. Nimaga bloklab qo'yishdi? Afsuski, oxirgi vaqtlarda aholimiz o'rtasida mana shunday holat ko'p uchramoqda va aynan shu sababli ham onlayn do'konlardan xarid qilishga ikkilanayotganlar ham yo'q emas. Xo'sh, bugungi kunda yurtdoshlarimiz ko'proq onlayn xaridni afzal ko'rmoqdami yoki offlayn xaridni? Har doim har xil. Ko'proq offlayn olgan yaxshi, lekin mashina ham onlayn olganman shuni. Menga offlayn xarid yaxshiroq. O'zim anaqa ko'rib, tanlab olaman-da. Pulini jo'natganman, keyin mahsulot jo'natmagan-da. O'sha kuni o'chirib tashlagan. O'shanda kimga murojaat qilgansiz? Hech kimga. Endi bir xil holatlarda rasmdagi kelmagan buyumlar bo'lgan bir xilda. Menda muammo bo'lmagan unaqa narsada. Agar siz onlayn xarid qilganingizda to'lov qilsangiz, lekin mahsulot yetib kelmasa kimga murojaat qilishni bilasizmi? Yo'q, lekin. Yo'q. Hech kimga murojaat qilmayman. Yo'q. Statistikaga ko'ra, birgina 2024-yil davomida internet do'konlari faoliyati borasida 1325 ta murojaat ko'rib chiqilgan. Oxirgi vaqtlarda Telegram kanallarda yoki turli Instagram profillarda mahsulotning rasmini qo'yib, oldindan to'lov olgandan so'ng shunchaki yo'q bo'lib qoluvchilar ko'payib ketdi. Shuningdek, ko'pincha mahsulot mijoz xohlagandek kelmasligi ham mumkin. Xo'sh, mahsulotga pul to'lansa-yu, u yetkazib berilmasa yoki iste'molchi xohlagandek bo'lmasa nima qilish kerak? Shunday holatlar bo'ladiki, uni o'sha suratida boshqa bir mahsulot turgan bo'ladi, keyin kelgan mahsulotda rangi yoki uni turi yoki boshqa bir holatdagi mahsulotlar keladi va tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Keyin yana bir holatni aniq bir ta'kidlab o'tmoqchi edim. Mahsulotni qabul qilib olayotgan paytida mahsulotni o'sha kuryer huzurida tekshirib olishlarini maslahat berardim. Sotuvchi sotgandan keyin yetkazib berilgan narsani qaytarib olinmaydi deydi. Bu narsa qanchalik to'g'ri? Aslida shunday qilish mumkin? Yo'q, bu narsa mumkin emas. Ma'lum bir mahsulot turlaridan tashqari 10 kunlik muddatda agarda oziq-ovqat mahsuloti bo'lsa 1 kunlik muddatda cheki bilan qaytarib berish huquqingiz mavjud. Agarda bunday holatlar, muammolar kelib chiqadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bizning ishonch telefonlarimiz doimiy begim kunlari ishlab turadi, ya'ni 1159 telefoni. Bundan tashqari raqobat.go.uz saytimiz mavjud. Mazkur sayt orqali o'zlarining murojaatlarini, ya'ni tunu kun qoldirishlari mumkin.